Buxoro viloyat OITSga qarshi kurashish markazining brifingi. Assalomu alaykum. 2023-yilda viloyatimizda Buxoro viloyat OITSga qarshi kurash markazi tomonidan bir qator tizimli ishlar amalga oshirildi. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 20-yanvardagi odamning immunitet tanqisligi virus keltirib chiqaradigan kasallikka qarshi kurash tizimini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 14-sonli qaror asosida 2023-yilda Buxoro viloyat OITSga qarshi kurash markazining laboratoriyasi va 3 ta tumanlararo OITS laboratoriyalarida tomonidan bugungi kunda 441.858 ta barcha laboratoriya tahlillar o'tkazilgan bo'lsa, 2023-yilda esa 370.993 ta laboratoriya tahlillar amalga oshirildi. Bu degani 2022-yilda nisbatan tahlillar soni 1.2 barobarga oshganligini bildiradi. Buxoro viloyatida 2023-yilda yangidan 188 nafar shaxsda OIF infeksiyasi aniqlangan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 158 nafarni tashkil etgan. Bundan ko'rinib turibdiki, 2023-yilda kasallik aniqlanishi 2022-yilga nisbatan birmuncha oshgan. Bunga sabab 2023-yilda o'tkazilgan laboratoriya tahlillar soni 2022-yilga nisbatan oshganligi va OIF infeksiyasiga tekshirilgan guruhlar to'g'ri tanlanganligini ko'rishimiz mumkin. 2024-yilning 1-yanvar holatida jami viloyat bo'yicha 1728 nafar OIF infeksiyasi bilan yashovchi shaxslar ro'yxatga olingan bo'lib, bularning 59% erkaklar, 41% ayollarni tashkil etmoqda. Jami ro'yxatda turgan OIF infeksiyali shaxslarning 4.3%ni 18 yoshgacha to'lmagan bolalarni tashkil qiladi. 2024-yilning 1-yanvar holatida viloyat bo'yicha 1662 nafari, ya'ni 96.2% dispanser nazoratiga olingan. Bemorlar davlat tomonidan bepul retrovirusga qarshi preparatlar bilan ta'minlab kelinmoqda. Shuningdek, 2023-yilda jami 26 nafar OIF infeksiyali homilador ayollardan tug'ilgan 14 nafar 6 oylik bo'lgunga qadar davlat byudjetidan to'liq quruqsutlar mahsulotlari bilan ta'minlandi. Bundan tashqari, viloyatda OIF infeksiyasini erta aniqlash maqsadida tashkil etilgan mobil brigadalar tomonidan 2023-yil davomida 8146 nafar shaxslar OIF infeksiyasiga test orqali tekshiruvlar bilan qamrab olindi. Hamda Respublika OITSga qarshi kurash markazi tomonidan shahar va tuman tibbiyot birlashmalarining ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalarga 7920 dona OIF infeksiyasiga ekspress testlar tarqatilib, 7920 nafar fuqarolar OIF infeksiyasiga tekshiruvlar bilan qamrab olindi. 2023-yil davomida viloyat OITSga qarshi kurash markazi mutaxassislar tomonidan kasallikni oldini olish maqsadida 12570 ta targ'ibot tadbirlari o'tkazilib, bunda 109610 nafar shaxs qamrab olindi va ularga 80486 dona axborot tarqatma materiallari tarqatildi. Bundan tashqari ommaviy axborot vositalari orqali 20 ta teleko'rsatuvlar tayyorlanib, ommaga namoyish etildi. Mahalliy gazetalar orqali 18 ta maqolalar chop etildi. Shu bilan birga markazning veb-sayti orqali ijtimoiy tarmoqlarga 2013 ta materiallar joylashtirildi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.